Bu joyga tushish inson uchun kosmosga chiqishdan ham xavfliroq. Yer yuzida shunday joy borki, u nafaqat insonni, balki eng kuchli texnikani ham sinovdan o'tkazadi. Bu joy Mariana botig'i. Yer yuzidagi eng chuqur nuqta va inson uchun dahshatli o'lim zonasi. Mariana botig'ining chuqurligi taxminan 11 kilometr. Bu shuni anglatadiki, agar Everest tog'ini bu yerga qo'ysak, uning cho'qqisi ham suv yuziga chiqib keta olmaydi. Bu tubda quyosh nuri mutlaqo yo'q. Harorat atigi 1 dan 2 ga qadar daraja va eng dahshatlisi bosim. Bu yerda bosim shunchalik yuqoriki, go'yo inson tanasi ustiga 1000 ta mashina qo'yilgandek. Ya'ni har 1 santimetrga 1 tonnadan ortiq kuch bosadi. Bunday bosimda inson tanasi nafas olishga ham ulgurmaydi. 1 soniyadan kam vaqtda u butunlay parchalanib ketadi. Shu sababli Mariana botig'i inson uchun oddiy xavfli joy emas. Bu mutlaq o'lim muhiti. Lekin eng hayratlanarlisi shundaki, shunga qaramay, bu tub o'lik emas. Bu yerda unga moslashgan hayot mavjud. Qorong'uda o'zi nur chiqaradigan tanalar, suyaksiz, ko'zsiz mavjudotlar. Ular juda sekin harakatlanadi, energiya tejaydi va shu bosim ostida normal yashaydi. Bu jonzotlarning hujayralari inson hujayralari kabi ezilib ketmaydi. Aksincha, ular aynan shu bosimda to'g'ri ishlash uchun moslashgan. Ularning shakli ham, hayot tarzi ham inson mantiqiga bo'ysunmaydi. Olimlar bu jonzotlarni o'rganib, bitta muhim xulosaga kelishdi. Hayot faqat qulay sharoitda emas, eng ekstremal muhitda ham mavjud bo'la oladi. Endi savol tug'iladi. Inson bu joyga tushganmi? Ha, lekin juda kam. 1960-yilda insoniyat tarixida ilk bor maxsus kapsulada Mariana botig'i tubiga tushdi. U yerda atigi bir necha soat qolishga muvaffaq bo'ldi. Chunki bu chuqurlikdagi bosim hatto kapsulani ham parchalab yuborishga qodir edi. Oradan 52 yil o'tgach, 2012-yilda yana bir inson yakka holda bu tubga tushdi. Va shundan keyin ham Mariana botig'iga insonlar deyarli qayta tushmadi. Nega? Chunki bu joyda qutqaruv yo'q. Xato kechirilmaydi. Texnika ham chegarada ishlaydi. Shu sabab bugun olimlar odamni emas, robotlarni yuboradi. Ammo shunga qaramay, bu tubdagi jonzotlar hanuzgacha to'liq o'rganilmagan. Bu joy ilm uchun sir, inson uchun esa ogohlantirish. Agar hayot yerning eng chuqur, inson uchun o'lim zonasi bo'lgan joyda mavjud bo'lsa, unda koinotning boshqa nuqtalarida ham hayot bo'lish ehtimoli nihoyatda yuqori. Va oxirida bitta haqiqat qoladi. Inson ilmi cheklangan, ammo Yaratganning qudrati cheksiz.